İşte bu değil. Kan damla qildilar. Hozir mehmonlar bor ekan, shuni olib turaman. O'ktam aka bilan o'zi oldindan ona yurt ohanglari konsertini 5 yil, 6 yildan beri birga qilamiz. Undan tashqari endi konsert dasturimiz repertuarlari kengayib, mana yoz taronalari konsertini ham boshladik. Mana bu yil 3-yil yoz taronalari konsertini birga amalga oshirmoqdamiz. Bilasizmi, konsertlarda ko'p ishlaganman, boshqa konsertlarda ham asosiy yuk tashkilotchi deb bo'ladi-da. Tashkilotchi bu hozir bizda O'ktam aka bo'lganligi uchun tashkilotni asosiy ishlarini ular qiladilar. Menda asosan ijodiy ishlar qolgan. Ya'ni san'atkorlarning qo'shig'ini tanlash, qo'shiqlari bo'yicha to'g'ri yo'nalish berish, shu tomonlama rejissyorlik faoliyatini amalga oshiraman. Baribir ijodkor uchun tashkiliy ishlar emas, ijodiy ishlar mazza-da. Oldinlari misol uchun ham tashkiliy ham ijodiy bo'lib, o'z yog'imda o'zim qovurilib qolardim. Bular bilan ishlash shunaqangi mazza, shunaqangi yengil, har doim nima deydi, quvonch bilan ishlayman-da. Mana hozir bitta joyda turolmayman. Biroq turolmaydilar, yugurib yuradilar mana bunaqa qilib. O'zi aslida mana qarang, aslida men yugurishim kerak. Yo'q, bular yugurib ketadilar, shu ishlarni qiladilar. Menga faqat ijodiy tomonni yuklab qo'yganlar, san'atkorlar bilan, boshqalar bilan munosabatni shuni qilsam bo'ldi. Demak, shu tomonlama qadrlanganidan xursandman. Logotipini joylashtiring, bitta-bitta ketaveramiz. Qo'ying. Boshi birinchi o'rinda joylashtiring. Alpamishning uzun logotipi parda ochilishdan oldin shu turadi. Keyin yoz taronalarini dejurkasini qo'yasiz. Intro ketyapti, o'shani o'zi turaveradi, yoz taronalarining dejurkasi. Undan keyin boshlovchi chiqib keladi, Qunduzxon. Undan keyin birinchi o'sha, keyin dejurkasini qo'ying. Alo, assalomu alaykum. Akajon, charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Eshitaman aka. Jaganlarni o'qimasang ko'rinmaydi Anvar. Ma'lumot so'rayapti. Ma'lumot so'rashyapti-da. Konsertimizni boshlanish arafasida jarayonda turibmiz. Endi xudo xolasa yana yarim soatlardan keyin pardalarni yopib, tomoshabinlarni zalga kirgizish jarayonlari boshlanadi. Mahalla telekanali efirga olish uchun tayyor kameralari, sozandalar, raqqosalar Hozir mana shu o'tib bo'lishdi. Asosiy qiyinroq joylari nima? O'zi konsert eng qiyin joyi men uchun badiiy ijodiy tomonlarini biz 25 yildan beri bu jarayondamiz. Bizga bu etaplardan o'tib ketganmiz. Konsertda asosiy eng qiyin joyi shu tomoshabinlarni yig'ib, biletlarni sotib, shuncha kishini to'plashni o'zi katta bir jarayon hisoblanadi. Muxlislarni, kirgan tomoshabinlarni ko'nglidan joy olish, ko'nglini olish. Sababi ular kirgan, olgan chiptasiga yoki kirgan vaqtiga achinmasdan bir maza qilib, madaniy hordiq chiqarib ketsa, qilingan dasturni yoki shu san'atkorlar chiqishini ko'rib, maza qilsa, tomosha qilib, bizni butun charchog'imiz chiqib ketadi. Lekin agar shuni juda sust bo'lsa dastur, yaxshi bo'lmasa, ular norozi bo'lib chiqib ketsa, bu bizni o'zimiz ham maza qilmaymiz. Asosiy maqsad zo'r bo'lishi uchun tomoshabinlar xursand bo'lishi kerak. Bular bo'lmaydi. Boshqa so'zlar. Boshqa so'zlar keladi. Baraban qaysi bir bilmaysiz, akustik yoki. Yo'q, mana shunaqa bo'ladi. Shumi? Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Akustik bo'lsa ham bitta elektronli bo'ladi, unga bitta mikrofon, как nima bo'ladi? O'g'labay. Parda yopilgan, ana artadi-ku.
O'tirga sal qurdi, qurganiga o'tirasiz sahnaga. Qurdimi? Bo'ldi. Alo. Endi kuni ko'pda bo'ladi. Kuni ko'p. Konsertni buzib yuboramiz buni. Ona yurti ohanglari konsertini faqat bular olib boradilar. Yo'q, yastaronalar. Ha. Assalomu alaykum barchaga. O'ktam Hakimov tashabbuslari bilan mana bu yil yoz taronalari gala konsertni 3-soni tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Xalqlar do'stligida juda ko'plab mashhur va ma'lum san'atkorlar eng kit taronalarini xalqimiz uchun ijro etishadi. O'ktam Hakimov 1 yil oldin tayyorgarlikni boshlaydilar o'zlarining jamoalari bilan. O'ylaymizki, bu safar ham konsertimiz omadli o'tadi. Hammaga rahmat. Sharoit zo'r mana. Mehmonlar kelsa, shu yerda gilos, o'rik hamma narsadan iste'mol qilishadi, suvlari ichib, chiqib qo'shiqlarni aytishadi. Sovg'alar ham bor bu gal, ko'proq sovg'alar. Sentriga qo'ying. Qanday odam qanday ekan? Bundan yaxshi. Assalomu alaykum. Yerda. Qanday qalaysiz? Omonmisiz? Ahvollar, sog'liklar. Salomat. Charchamaysiz, yaxshimisiz? Siz qanday? Assalomu alaykum. Bitta duosini bersangiz boshlasak. Xotirjamlik, yaxshi o'tsin konsertlaringiz. Salomat bo'ling. Qanaqa Xudoga Sirojdan ishlash. Charchamaysiz? ko'rinishingiz yaxshi ko'rsangiz. Rahmat. Qani? Qilishdaysiz. Marhamat. Minut desa nima qilib qolar endi? Ha. 40 ta o'tganda ana qolsa ham bo'ladi. Ya. 5 minut intromiz bor, 5 minut gaplashishimiz bor. Zal agar to'lsa boshlab boramiz. Kirgizib ollaringmi? Hali odam ko'pda tashqarida. Vaqt ketadi. Qariya chiqaylikchi. Odam ko'payib ketdi. Odam ko'payib ketdi-ku. Bitta sheringizga bering. Bitkazib yuboraylik. Bir daqiqa. Bu 5 minut o'tib ketmaydi baribir. 20 minut vaqt ketadi. Odam yomon emas-ku. Odam zo'r aka. Alaykum assalom. Xo'p. Xo'p. Ha, kassada. Xudo xolasa odamlar yaxshi tomoshabin kelishi, muxlislar. Endi bari hayajonli daqiqalar bo'laveradi, zal to'lguncha. Shunday bezovta bo'ladi odam, tabiiy hol. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Qo'limizni qo'yib rasm bo'lyaptimi deb aka bu qarab turing kameraga deb. Nasib bo'lsa. Aka qo'yib turing menga. Ko'rolmayapti. Fitofonda ovosimi? Omon. Aytsangiz, Rahmat. Assalomu alaykum.
qo'lga o'ylaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat, muborak bo'lsin. Sizda yaxshimisiz? O'ktamjon har yili 3 ta 4 ta konsert tashkil qiladilar. Shu Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Shundan mana an'anaga kirib qolgan yoz taronalari mavzusida ona yurt ohanglari. Men shu ona yurt ohanglari degan so'zni shunday yoqtiraman. Barcha shunday tizilganda buncha juda o'rniga tushgan hammasi. Omadini bersin. Qilinayotgan katta ishlardan O'ktamning bitta narsasini yana urg'u beraman doim. Faqat bunaqa taniqli, buyuk san'atkorlarni emas, shularni ketidan ular bilan parallel yosh san'atkorlarni ham sahnaga olib chiqyapti. Mana shu yerda ko'plab san'atkorlarni ko'rganmiz, yosh san'atkorlar birinchi marta sahnaga chiqishi. Birinchi marta bunaqa katta sahnaga chiqish o'ylaymanki juda ham u bir zo'r narsa. Bu yo'lda ochilishi, katta yo'lga chiqish. Bu ham o'zi bitta katta savoblik ish va qilinayotgan ishlarning eng yaxshi jihatlari. Shuning uchun mana bugun ham o'ylaymizki konsert juda yaxshi o'tadi, gala konsert. Mana sizni boshlovchiligingizda va shu konsertni chiroyli o'tishi uchun bitta duo qilsak, endi baribir duo yaxshi-da. Albatta. Oltin olma, duo ol deydi. Shu amin. Mana shu bugungi konsert ham, erta, indin, keyingi kun bo'layotgan konsertlar ham hammasi chiroyli o'tsin, tinch o'tsin, xayrli bo'lsin. Xalqimiz yaxshi kayfiyat bilan kelishdi, konsertdan yaxshi kayfiyat bilan chiqib ketishsin. Va shu konsertga kelganidan eng asosiysi xalq rozi bo'lib ketish kerak. O'ylaymanki, buning uchun mana shu san'atkorlar, boshlovchi, O'ktam boshchiligida butun guruhlar hammasi o'zini xizmatini, san'atkorlarimiz esa mahoratini ko'rsatadi. Konsert yaxshi o'tsin, sog'-salomat, yurtimiz tinch bo'lsin. Baxtimizga yurtimiz tinch bo'lsin. Doim yaxshi kunlarda ko'rishib yurish nasib etsin. Allohu akbar. Konsert inglizcha aytsangiz ham zo'r chiqadi. Nima ekan inglizcha? Science and innovation in the 21st. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Xudoga shukr. Biz 95-yil aslida aka bilan Sozanda uylaringda yurganimizda kichkina bola edilaring mana shunday. Mana endi hozir butun O'zbekiston, endi keyin yana MDH davlatlar hamma joyga, butun dunyoga chiqib ketyapti. Omad tilaymiz, omad. Zo'r. Hali bor, 5 minut. 5 minut aka. Odamlar kiryapti-da, odamlar kiryapti-da. Intromizda 5 minutda to'lib qolarmi? Shuning uchun aytyapman, hozir yana bir. Ha, 5 minut bor. Nechi bo'ldi hozir? Tomonda turmanglar, iltimos, zaldan yomon xunuk ko'rinadi. Mana ratsiya dedim, qani? Qani ochinglar, ulanglar, nima tursa? Bileti qani bulardi, Sodiq bilan nimaniki? Shuhratniki. Berib yubor. Tayyormanmi? Tayyormi? Davay, boshlaymiz, ko'p cho'zmaylik, davay. Eng yoqimli gap, bunga yoqayotgan gap mana shu. Usta o'rtadan. Ha, o'rtaga turib parda ochilib chiqib ketaversan. Bu yerdan yurmaysan. Pardani bilaylik. Necha minut bo'ldi? Necha minut qoldi? Ya bitta anoga berishimiz kerak komandani, avval. Mahalla ham bilish kerak, bitta fazillar bo'lsa, biladi. Ta'zimlar beraylik. Ozgina hayajon bor, lekin sahnaga chiqqandan keyin hammasi bartaraf bo'ladi. Xalqimiz ko'rgandan so'ng yana ham ilhom keladi ijodkorga. Raqqosasini chaqiringlar avval. Shoshmay turing. Ha, yugur. O'rtaga chiqib Apparatni. Sizdan boshlanadi. Eshitaman. Rahmat. Ketdi. Parda tayyormi? Parda ketdi, parda. Parda.
Sherali Ro'ziboyev va Aybulla. Charchamayapsiz. Endi sal qorong'iroq qilmasak, soqolni uzoqroq turasiz sen. Sherali, o't Sherali. O'tkazilishi an'anaga aylangan yoz taronalari shou gala konserti boshlandi va albatta san'atkorlarimiz o'zlariga navbatlarini allaqachon kutib turishdi. Hayajonlanyaptilar aka. Hay. Kerak bo'lgan joyda qarsak choling, tabassum qiling va eng asosiysi qalbingizga manzur taronalar yangraganda raqsga tushishni o'nlab ko'ruvlarga ega bo'layotgan, ya'ni prosmotr deymiz. Bir ijodkorni ijozatingiz bilan sahnamizga taklif etamiz. Demak, ushbu ijodkorni siz juda ham yaxshi taniysiz. Ayniqsa Quralay taronasiga raqsga tushmagan ayollar bo'lmasa kerak. Demak, qarshi oling O'zbek estradasining yorqin yulduzi. Unutmadım seni shunchaki. Sog'inmaysan sen meni balki. Ko'pchilikni bir joyga bir oqibat sifatida yig'asizlar. Bir ma'noda. Rahmat sizga. Konsertlarga omad tilayman. Muxlislari sizni kutyapti, shu uchun. Mikrofoningiz bor ekan. Ha, shu uchun ham bu qattiq bir intizorlik bilan kutayotganlardi. Birinchi siz boshlab berdingiz, xudo xolasa bu yog'i yaxshi o'tadi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling aka.
Assalomu alaykum azizlar. Bugun Alpomish Medianing ajoyib konsert dasturi bo'lib o'tyapti va bu yerda juda ham yaqin kollegalarimiz bilan birga go'zal, yaxshi, ko'tarinki kayfiyatda konsertni ajoyib o'tkazyapmiz. Bugun xalqni kayfiyati ham boshqacha va yana uni yuqori ko'tarish uchun biz sababchi bo'lganimizdan juda ham xursandmiz azizlar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun navbatdagi gala konsert ishtirok etayotganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ya'ni bu Alpomish Media tomonidan taqdim etilgan gala konsert. Mana shu O'ktam akamlar juda ham nima deydi, bir bayramga aylantirib yuboradi konsert dasturlar. Haqiqatdan mana barcha muxlislarga manzur bo'lib turibdi. Mana shu konsertda ishtirok etayotganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hamisha mana shunaqa yaxshi kunlarda xalqimiz bilan mana shunaqa yaxshi kunlarda konsertlarda ko'rish doim nasib qilsin. Alpomish Mediaga faqat va faqat omad tilab qolaman. Assalomu aziz yurtdoshlar, Alpomish Media tashkilotchiligi ostida mana ertadan boshlab ertaga 5, 6 va 7 ham bor. 7-iyun kunlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila Ar-Rahimani konsert dasturlari boshlanadi. Hammani konsertga taklif qilamiz. Chunki u yerda men ham borman. Konsert zo'r bo'ladi. Eng qizig'i shu. Haligi kuladigan joyda men, o'ynaydigan, maza qiladigan joyda Hosila opam o'zlari. Omad tilaymiz Hosila opa, ijodlarga omad. Alpomish Media bu konsertni juda ham zo'r tashkil qildi. Menimcha Hosila opam konserti ham bomba bo'ladi, xudo xolasa. Biletlar sotib bo'ldingizmi? Eng asosiysi shu. Biletlar hammasi bomba bo'ldi, bu ham bomba bo'ldi. Tugadimi bilet? Bo'lmasa reklama nima kerak? O'zim aslida bir tekshirib qo'ydim deydi. Yo'q, bu kasallik bu. Uyda ham televizor qo'yib telefonga qarab o'tiradigan bo'lib qoldi. Uyda mayli katta xotin o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Katta mashina yo'ldan telefonda video ko'rib o'tib ketyapti. U hayotidan ham muhim bo'lgan nima ko'ryapti hozir shu yerda? Abdulla Qahhorning bitta gapi bor. Asrlar taqdiri lahzada hal deydi. O'sha payt Xudo ko'rsatmasin. Bo'lsa, yotasan palatada 24 soat telefon ko'rib. O'sha payt uyqu ham kelmaydi, Xudo saqlasin, ha? Doktor kelib, ha, opla. Shirin shakar bolalar, mana. Mana. Kitob o'qinglar. Kitob bilim bilan, mana. Salomat bo'linglar. Qolganlarga qarzlar. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum. Mashhurlikka erishtirgan qo'shiqchi Alyonushka. Ozgina hikoya berasiz. Ay nananaya sevgili bulu oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikkita yuzi qip-qizil Alyonushka. Sen meniksan, endi всё точка. Qachonsida yangi hitlar kutamiz? Xudo xolasa yangiliklar ko'p, yangi ashulalar. Tez kunda yangi Cappuccino nomlangan ashulamizni premyera qilamiz. Kliplar tayyor bo'lib qoldi. Dars yana ishlab ketaveramiz. Alpomish Mediani ijodiga omad. Necha yillardan beri bu konsertli tashkilot ish faoliyatini yurg'izib kelyapti. Mana bu yil yana bitta chiroyli bir konsertda birgalikda hamkorlik qilyapmiz. Har doim Alpomish Mediaga omad. O'ktam akamga omad. Salomat bo'linglar. Barchaga assalomu alaykum. Hozir Toshkent shahrida Xalqlar do'stligi saroydamiz. Juda ham bir-biridan go'zal konsertlar Alpomish Media tomonidan taqdim qilinmoqda. Alpomish Mediaga yuqori parvozlarni tilab qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.
assalomu alaykum. Bugun bizda Alpomish Media tomonidan uyushtirilgan konsert dasturiga yana bir bora tashrif buyurdik. Konsert har doim zo'r bo'ladi, pozitiv kayfiyatda o'tadi. Omadlar tilab qolaman, ishlaringizni rivoj tilayman. Hammaga sog'lik, salomatlik. Красавчик, просто до свидания. Подожди, вот я симпатичная, гордая, брюнетка, энергичная. Я по жизни радостная, неуправляемая, умеет поставить сама парнишка. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir konsertimizda organizator bizani sevimli Alpomish Media. Men ularni rost yaxshi ko'raman. Omad tilayman albatta. Sog' bo'linglar, omad yor bo'lsin. ko'raman. Sizlardan shunaqangi mazza qilib hozir energiya olib, sizlarga ham qo'limdan kelgancha bir energiya berdik. Jonli ijrolarda boringlarga shukr, mazza qildik. Va Alpomish Mediaga mana shunaqangi sharoitni qilib berishgani uchun tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum azizlarim. Hozir mana Alpomish Media tomonidan tashkillashtirilgan konsert gap bo'lishi mumkin. Juda ham zo'r bo'lyapti. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xalq bilan birgalikda shunaqa mazza qilib ishladim bugun. Siz shuncha qilgan harakat, yuragimni urg'ashlayman. Bilib qo'ygan pulimga kelgan suratingni yirtib tashlayman. Haqiqatan ham she'r ajoyib kayfiyat ko'taruvchi esa sovg'alarni topshiramiz. O'ktam Hakimov va albatta Hamshir aka. Men hozir mana shu atlasga qizni taklif etaman. Shiraka, ozgina o'zingizdan rahmat do'stlarga. Shu atlas ko'ylakli qiz keling. Boshdan oxirigacha raqsga tushdilar. O'ktam aka ularga o'zingiz sovg'ani tanlab bering. Soatini bering. Demak, sizga sovg'a muborak bo'lsin. Ana. Siz oqso'laga qizimiz. Sportivkaga iltimos qilaga. Mana keyingi ijodkorni topgan Rayhon Qadimova degan qizimiz shular. Men o'tanaman. Aka bitta soat bering, akaniki bering. Iltimos qilaman. Shunchaki sovg'alarni ulashyaptilar. Rahmat. Hamda uning raisi O'zbekiston xalq shoiri
ana taxtingiz turibdi shunday. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Zo'r bo'ldi konsert, вообще. Keling. Har doim bir kalla yeyverdik. Ha bizni ustozimiz kelyapti. Assalomu alaykum. Seni bir quchoqlab qo'yay. Abdusha tabriklayman. Rahmat. Juda chiroyli konsert. Rahmat. Ijod qilding. Ijodga yarasha rahmatni olish kerak. Rahmat. Bu yigitni kechirasizlar, yoshgina hali 16-17 yoshligidan doiralari cholib, bizni o'sha san'at bilim yurtimiz, oldingi musiqa bilim yurtini o'qib yurgan paytlardanak ijodi boshlangan. Shundan beri, O'ktamboy, yana bir bor tabrigimiz. Hammalaringga tabrik. Juda chiroyli tadbir bo'ldi. Men qoyil qoldim. Mana endi yaxshimisiz? Qalaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Omonmisizlar? Yaxshimisiz? Zo'r to'xtam qilishi mumkin-da. Bu bekorga u traditsionniy o'tkazadigan konsertga boshlovchimiz chiroyli qoyil qoldik. Omadingiz bersin. Zo'r qiling. Bizlar ham ozgina san'at ichida yurganmiz bu zallarda. 30-40 yil yurganmiz. Abdurasul aka, bizni ustoz Ibragimov Surxondaryo viloyat madaniyat boshqarmasini bir necha yil boshqargan. Chorak asr 25 yillab ham bizga o'shaning uchun bekorga bermadi. Viloyatda ishlab nimalardir qildik. 2000-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Yuksak unvonlarga oldik. Mana shu ligotalardan foydalanib mazax yuribmiz. Yoshimiz mana hali yosh yigitmiz. Endi 80 ga bordik. Nasib bo'lsa yaxshi kunlar bo'ladi. Mana festival faqat Surxondaryoni ko'rsatgan, shunday ham telefestival. Boshqalari qila olmadi o'shanda ham. O'shanda kashf etganmiz 10-sinfda o'qirdi, mart oyi esimdan chiqmaydi. Kimmi? Hosil Rahimov. Hosil Rahimovni mana ertaga bo'ladigan o'sha konsertni tashkil qilganlarni aytyapman-da. Ijrochilarini berdi. Hammalaringga qo'lim ko'ksimda rahmat aytaman. Rahmat, sog' bo'ling. Iloyimjodlaring barqaror bo'lsin, bardavom bo'lsin. Chiroyli kunlarni hammamiz birgalikda ko'raylik. Yana bir bor rahmat. Maza qilib, yana mana o'sha sentrda boshida hali joylarda berib hurmatimni qildim. Ming rahmat. Sog' bo'ling, sog'. Arziysiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Bular oladi, olish kerak, hammalar olish kerak. Sog' bo'ling. Yuqori darajaga ko'tarilyapti. Buning uchun sizga katta rahmat. Ijodingizga ijod, ilhomingizga ilhom qo'shilaversin. Mana Qunduzxon ham, Abdullayeva singlimiz birinchi konsertlarda nima qilyapmiz? Menimcha ikkinchi konsertlarda uchinchi bo'ldi endi. Qatnashyapman men o'zim. Juda zo'r, malades. Sizda ham o'sish bor, dinamika. Doim shunaqa xalqimizni xursand qilib yuraveringlar. Rahmat sizlarga, tashakkur butun sahna ortidagilarga ham. Shoirni she'ri ham zo'r. Videochilarga hammasiga katta rahmat. Shoirga albatta. Salomat bo'lingizlar. Qunduzxon sizga sog' bo'ling. Rahmat. Qarsaylar. Hamma ishtirokchilarga, hamkorlarimizga hammasiga katta rahmat. Konsert menimcha chiroyli o'tdi. Ko'ngildagidek, xudo xolasa bizni ertaga nasib bo'lsa yana boshlaymiz davomli bo'lib. Alpomish mediani kuzatib boring, hali eng sara loyihalarimiz oldida turibdi. Ertaga ham birga bo'lamiz.